Oyimdan qolgan tosh oyna qani? Endi sizga tosh oyna kerak emas, chunki sizda Marg'ilon so'rovlarining so'risidan bor. Shuni kelasizda chochida shuni tarab turib ishga ketaverasiz. Sizlarga bu so'rovlarimizning ma'lumotlarini aytadigan bo'lsak, xohlasangiz bunaqangi toza, besvetli, tabiiy rangidan xohlasangiz mana bunaqangi qora rangidan, shokoladli yaxshi ko'radiganlar uchun shokoladli rangidan. Besvetliga keladigan bo'lsak, ikkalasini ham oyoqlari yong'oqdan, ramkasi asosan sasnadan tayyorlangan. Bittasi polni yopiq, mana ko'rib turibsizlar. Ikkinchisi aralash qirmali, orasidan havo o'tib tursin deydiganlar uchun qirmalari oralari ochig'idan. Bu so'rlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu so'rlarimiz narxi kommentariyada so'ri so'zini qoldiring. Biz sizga direktdan yozamiz narxini. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 2,5-3 razmerda 10 ta 12 ta odam sig'averadi, 5 ta vagasi bor, qo'llari shpontlik, baquvvat. Men o'shaman. Ko'rib turibsizlar. Obuna bo'linglar, yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Marg'ilon so'rovlariga like bosib, kommentda fikrlaringizni qoldiringlar. Rahmat.